hurmatli mahalladoshlar, mana Navruz ukamiz mana bu yerda suv mahsulotlarini filtr suv ochgan. Shunga qishloqdoshlar Qadishkada bo'lganingizda mana o'zimizni yilda ochilgan mana apparatlari chotki zavod hammasi fabrikni. Mana bunga keladigan bo'lsak, mana bu pul to'lasi 35 ming so'm birinchi martaga olib beriladi. 35 ming so'm dastlabki ichida, keyin 10 ming so'mdan to'ldirib zapravka qilib ketilaveradi. Dastlabki ham bor, olib beraveradi. Agar kimdir o'zi kelsa, o'zi ham bemalol kelib olib ketaveradi. Suvimiz juda ichib ko'rdim, afshi xudo. Buni chiroqchida chiqqan qo'moqlar yorvoradi. Yorvorishingda xullas. Nodir aka hidi go'zal bo'lganda ketaveradi. Manzil Mangit masjidining yonida. Qilshot zapchasti yonida bozor bo'g'ani anosida hovlisini ortidan imorati. Mana dastlabki xizmatiga Damas bemalol mujoybatda dastlabkiga bor. Ma'nolarni ham ko'rsatadi. Ichimlik suv, telefon nomerlar mana. Qoldirilgan. Hurmatli mahalladoshlar, degana qilmayman. Magnitda yo'q edi. Bu narsa asta-asta barpo bo'lyapti mana. Xudoga shukr, magnit ko'z tegmadi. Hamma narsa o'zgarish zo'r. Yigitlar vaqtinliklar yo'qkan. Suv yangiliklarimiz ko'p. Hurmatli mahalladoshlar, darib tutmaysizlar, Navruzjonni bor. Mana shu ukamiz Qadishka qilingizlar. Takansiz ishingni olmadi, bosdi.